aka har kuni laboni yasilgandan video qilaversa, bir salon palondan ham narx-navolarni bilgan, salondan chiqqanlar qancha ekan, narx-navolar qanaqa ekan, yangilarni, yangisini nima men degan akalarimizga bugun sizlarga ko'ringlarchi topa olmayapman. Bugun xudo xolasa siz salondan chiqqanlarni terib chiqaramiz sizlarga. Xo'p, 2025 mana sizlarga tayyor qilib qo'yilgan. Masalan, ko'kda ulanmalari, bunda ulan pulami yo'q. Cho'tki holatda turibdi, tayyor holatda. Shuni kelasizlar, minasizlar 0 probeg 90 km yurgan xolos. 908 km yurgan sizlar. Ming deb, onasini mashina masada. Tayyor shuni kelasizlar, shuni nomlarga o'tkazib yurib ketaverasizlar. Mashinamiz tayyor benzinda yurib kelgan. Kelasizlar, haydab ketaveradigan mashina. Narxlari akalar $8000 ekan bunisi. Sizlarga tez haliga vaqt kelmaganlarimizga obzor qilib ketaveramiz. Hop, bunisi ham 25 a? 2025 mana ko'rib turibsizlar. Unga salonga chexol poli qilib qo'yilgan, yana charmlarga solib qo'yilgan. Probeglar akalar buniki 13000 yurib qo'yibdi mashinamiz. Ko'p bo'lgan o'zini. Ko'z bilan ko'rgan boshqa. Xo'p, akalar balon holati shunda zavodga olon 13 yurib qo'yishgan xolos. Xo'p, akalar 300 mm ringlar koreyskimiz bor, buni kutib turibdimiz. Xo'p, mashina tunikalar qoplangan akalar. Tunikalar ulan-pulami yo'q, cho'tka holatda turibdi. Xo'p, mashinamiz gazlari bor ekan. Endi gazpazlar qo'yib qo'yilgan. Gazpazlar qo'yib qo'yilgan mashina. Shuni olib biraz o'zi levaga qarab chiqaverdi ham mashina. Hammamiz buraylar o'chiladigan yoni. 25 hammamiz. $8000 kam bor ekan. Bunlar yaloqa chiqarasizlar. Nomer yozib qo'yamiz sizga. Salohida bor. Hop, bo'ladigan chiplarni tentlaydi. O bu tentlisi. Mana bu yoqda savdolar o'zi boshlandi akalar. Bu yerda odam ko'p, lekin savdo qaysi qilmaydi. Hop, sidinalar, chexollar akalar. Tolik. Probegli 682 km. Xolos. Mashina masla o'zi 0. Hop, tunikalar qoplangan. Nimaga qo'yga ulan-pulam yo'q. Qimmatdan ishlashsa kerak deyman. Hop, gazlari, propan gazlari bor ekan akalar. Propan gazlari bor akalar. Qo'ymizlar, tamog'imizcha ozgina orib qoldi. Hop. Mashina $8700. 8700 kam bormi yo? Kam. $8700 kam bor ekan. 25 ga 26 qo'yib mana shu bor. Bir chekkada aytaman. Mana boshlayapmi, o'chirib turasan. Boshlayapti, sizga bo'lyapti. Hop, qara. 25 ga 26. Aha. Tenti bor, yangi tunukasi bor, propani bor, polichi xoli bor. Yangi yurmagan hisobda 600 km yurgan. Bo'ladi, 8880 87 dan o'tib beramiz sen obunachilaringga. Aha. 2025 31000 yurgan. 31000 yurgan. Ha. Bu qancha bunisi? Metani bor, yangi tunukasi bor, polichi xoli bor. 8100 dan o'tib beramiz, narxga 8 dan tushib beramiz. Bo'ldi. Nasib savdo qanchagacha bor aka? 4000 dan boshlab berishsa, oyma-oy berishga beramiz. Bo'ldi. $4000 pullang bo'lsa, kelib, xudo xolasa hop, oyma-oy xolasidan. Yangi chexol tunuka hammasini ko'rsatib qo'yaman. Ha, bo'ldi. Mashina mana akalar 31000 yurgan mashina shu holda turibdi. Alohida chiqadigan olsa ham bo'ladimi yoki? Bo'ladi aka, bo'ladi. Shu hozir bo'ladi, bo'lonlar. Hop, akalar tunikalar qoplangan. Mana ko'rib turibsizlar, tunikalarda ham ulanlar yo'q, mashina chiroyli holda turibdi. Hop, koreyskiy balonlar, metallari bor, xudo xolasa, shuni olib ishga haydab, ichapcha ishga ham haydashgan ishga mashina, lekin yaxshi holda turibdi. Hamma zavod Koreyskiy. Shuni oxirida ko'rsataman deb qo'yganman, keyin xudo xolasa. Ha, obunachilarga. 2018. Kraskasi toza. Hop. Pulini $11,500 aytamiz, o'tib beramiz. Koreyskiy bu. Zavodskiy propanda injektor motor, konditsionerlar bo'ladi. Mana shu obunachilarimiz kutgan, shu koreyskiy Damazimiz akalar, xudo xolasa 11,5 11,5 o'tib beramizmi yo bo'ladimi? Yo'q, yo'q, o'tib beramiz. 11,5 mingdan o'tib berish ekan. Bu qaysidir yili
video o'qiganda o'tgan yili endi 16 ming deb yuborishgan eslangda bo'lsa. Yerda ko'rgan akalarimiz o'zi biladi. Monitorlargacha qo'yib qo'yilgan akalar. 16 ming deb yuborishdi o'tgan yili, avvalroq. Yo o'tgan yil edi. Yo yozda bo'ldi, yo o'tgan yil qishda bo'ldi. 16 ming deb yuborishgan. Videolar o'tkazildi, ko'rsalaring chiqadi. Xo'p, mashina poni chexol. Hop. Putlari bor. Putlarni ko'rsatib ketay. Hop, Mario putlar qo'yib qo'yilgan ekan. Bularga templash, zavodskiy propan chiqqan bular. Bu sumkadagilar nima aka bu? Sumkadagilar. Bular ham qo'shib beriladi. Yo, tentda qolgan mashinalar. Ha, qolgan mashinalarniki mana. Balon holatlarini akalar, mashinaning balon holatini ko'rsatib ketsa bo'ldi o'zi. Hop, to'rtta balon bir xil holatda akalar, zo'r holatda turibdi, zapaskalar tushmagan. Mashina akalar, bu kareskalar qandaydir boshqacha turadi o'zi. Hop, pastdagi raqamlarga aloqa qilsalaring, o'zlaringiz xudo xolasa baraka qilaverasizlar.